Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Umidga hammangiz sihatmand do'stlar bo'lsangiz. Qaysi bir do'stlarimiz, og'alar ular mendan bir savolda qilishgan ediki, aytdiki, men xeyli vaqt bo'ladi namoz tahajjud ham o'qiyman, namoz istixora ham o'qidim, ko'p duo qilaman. Vali Alloh taolo meni duomni qabul qilmaydi. Shu fikr shoyatki aksariyatimiz kalamizga bo'lsa. Vaholanki vaqti biz biron mushkulimiz bo'ladi. Shu mushkulimizni hal bo'lmoq uchun yoki biron narsani Alloh taolodan tilaymiz. Ko'p duo qilamiz, vali duomiz qabul bo'lmaydi. Ya'ni duomiz qabul bo'lmaydi. Bayin ma'noki chizki biz xohlaymiz. Siz bizni ko'zimiz zamiga hozir omada bo'lib, Alloh taolo shuni dafatan sizga hozir qilmaydi. Fikr qilamizki, duomiz qabul bo'lgan bo'lmasa. Vali boyat shu mavzudan bodiqqat degan xabar bo'lsak va hamchinan daqiqan boyat xabarimiz bo'lsa, ma'lumotimiz bo'lsa, Alloh taoloning haqqiga hech vaqt gumon bat qilmasak, Alloh taolo Qur'on azmishaga Qur'on azmishaning ichiga necha joyga siz bizga sarohatan aytadi-da. Aytadi: "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Aytadiki, sizlarning Parvardigoringiz aytadi: "Agar sizlar mendan duo qilinglar, mendan talab qilinglar, mendan bir narsa tilanglar, u men duolaringizni qabul qilaman." Alloh taolo o'zi va'da qilibdi. Alloh taolo alayhi billah va'da xilof emas. Yana aytadi: "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Aytadiki, har bir duo qilgish vaqtiga duo qilsa, uni duosi qabul bo'linadi. Degan va hamchinon boshqa ahadislardan oyatlardan Alloh taolo buni sizga va'da beradi, vaqtiga duo qilsak Alloh taolo duomizni qabul qiladi. Voy, hay biz chizga Alloh taolodan xohlaymiz, nima deb daftan ko'zimiz damiga hozir bo'lib ya qo'limizga hosil bo'lmaydi. Ulamo ikrom ba'zi hikmatlarni bayon qilib, chunonchi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisga ham ishora qiladi. Ya'niki Alloh taolo sizni bizni imtihon qiladi. Imtihon ozmoyish qiladi. Qani shu men bandam vaqtiga men duosini qabul qilmasam, dafatan chizga ber debdi, shuni qo'liga bermasam, pas shu duosini tark qilib ketimmi, yoki pas shu ibodatini idoma beraman. Bir imtihon Alloh taolo. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki: "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal" deydi. Aytadiki, sizlarning duolaringga vaqti qarib qaysidan vaqtda duo qilsang, duolaringga deydi, istijobat bo'linadi, duolaring qabul bo'linadi, vaqtga ajala qilmasalaring. Degan bilan aytadi, men duo qildim endi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deydi. Mana aytadiki, men duo qildim, vali Alloh taolo duomni qabul qilmadi. Vaqtga ajala qilmasa, Alloh taolo duoni qabul qiladi. Yo'inki bir vaqt bo'ladiki, siz biz duo qilib bir narsani o'zimizga tilaymiz. Vali shu tilagan narsamiz shoyatki xayrimizga bo'lmasa, molu, doroyu, falon deb Alloh taolodan tilaymiz. Vali shoyatki Alloh taolo shuni agar siz bizga nasib qilsa, shoyatki siz biz ul bizni xayrimizga bo'lmasa, shoyat sharrimizga bo'lsa, Alloh taolo hikmati shuki, har chizgi bandasini xayriga bo'lsa, shuni nasib qiladi-da. Unda emaski, siz biz har narsaniki degan tilasak, u xayrimizga, sharrimizga Alloh taolo nasib qiladi. Alloh taolo hikmati uni xohlamaydi. Bir narsani siz biz zohiran xayr bilamiz. Alloh taolo aytadiki: "Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Va asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." Aytasizlar, ba'zi inson deydi, vali do'st ko'rmaysizlar, yaxshi bilmaysiz, vali Alloh taolo bilasiz sizlar xayrlaringga. Va ba'zi inson sizlarni yaxshi ko'rasizlar, o'zingizga xayr bilasiz, vali darvoqe sizlar sharlaringga deydi-da. Alloh taolo chizki siz bizni xayrimizga bo'lsa, shuni nasib qiladi. Yo'inki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytadiki, vaqtda insonga duo qiladi, uch narsadan birov unga tegadi deydi. Vaqt insonga duo qiladi, Alloh taolo chizki uni xohlab shundaftan shuni beradi. Yo'inki uni zaxirai oxiratga qaytaradi. Zaxirai oxirat, ya'ni shu duo qilganini ayvaziga Alloh taolo unga bir ajr podoshi ko'p oxiratga omada qilib qo'yadiki, degan ro'zi qiyomat uni ko'rib orzu qiladi. Ko'shki men duo shu dunyoga duom qabul bo'lmasa edi. Shu andozada inson bir vaqt duo qiladi, duosiga Alloh taolo chizki xohlab bermasa ham, Alloh taolo zaxirai oxiratga qaytaradi. Ro'zi qiyomat shu bandai mu'min musulmon shu zaxirasini, shu ajr podoshini ko'rib xushhol bo'ladi. Yo'inki bir inson ustiga bir ofat va balo kelaman deb turgan bavosida shu duosi uni raf qiladi-da. Ya bir duo inson shu duo qilibdi, bir narsani xohlabdi, Alloh taolo shu duosining barakati bilan ustiga bir ofat, balo, bir musibat kelaman deb turgan shuni Alloh taolo shu duosining barakati bilan raf qiladi. Yo'inki inson bir vaqt bo'ladiki, duo qiluv bilan inson maqala Alloh taologa nazdik bo'ladi. Inson qarang, har qancha duo qilaversa, aytadi: "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribman" deydi. Ya'ni inson har qancha duo qilaverdi, yig'lavi ko'p bo'ldi, ibodatda Alloh taolo shu barakat duosi Alloh taolo maqlab o'ziga nazdik qiladi. Bir olim, bir donishmand islomiy ular aytadiki, ba'zi ovqat deydi Alloh taolo bir narsani senga bermaydi deydi. Shu bermagan deydi, seni nima deydi, seni foydangga deydi. Lekin Alloh taolo bermagan senga buniki baxilligidan, yojizligidan emas, balki Alloh taolo nima qiladi? Shu bermagan deydi, seni bo'lsa, seni xayringga bo'lsa, buni bir hikmat senga bir narsani maqmaydi, Alloh taolo man qiladi. Bir vaqt insonga duosi qabul bo'lmaydi, inson shoyatki tekavul
noni shoyad chandon halol bo'lmasa, yoki xurdi xo'rogi shoyad halol bo'lmasa, yoki masalan libosi halol bo'lmasa, shu vaqtda inson payg'ambar alayhisolom alayhi vasallam bir tani ko'rdik, ko'p ojizlik bilan yig'lab duo qilib aytdiki, bu insonni yegan noni harom, ichgani harom, libosi harom, tag'ziyaki harom, ro'y haromdan bo'ladi. Qanday bunda ibodat qilib bo'lsin? Biz ham boshqa mardimda haq huquqi, qarzi, dayni ustimizga bo'lsa, yoki mol meros, hamshiralar, inoqlar ustimizga bo'lsa, mol mardimda yeb yurgan bo'lsak, har qancha duo ham qilsak, duomiz nima bo'lmaydi, qabul bo'lmaydi. Duoga ba'zi odoblar bor, odoblar rivoyat bo'linsa, inson boyat qablazan inson duo qilsa, boyat xurdi xo'rogi degan va xurdi degan nushidani va tag'ziyasi boyat halol bo'lsa, degan duoni avval oxiriga boyat hamdu durud o'qisa va hamdani yaqin qilsaki, men shu duomni qabul bo'ladi. Shuncha payg'ambar alayhisolom alayhi vasallam aytadilar-ki, Alloh taolo bagonay duo qilinadiki, yaqin qilingan duom qabul bo'ladi deb. Va hamchon duo bo'lgandan keyin inson boyatki ajala qilmasa, duo qiladigan palaga inson ko'p ojizlik bilan qibla tarafga do'zoni qo'lini xo'p bilan ko'tarib, degan xo'p fikrini olib, fikrini masalan mashhur bir duo qilsa, hamchun ba'zi duolarki masalan kechani yarmiga, kechani oxir hissasiga, bu vaqtda yog'in yog'ayotgan pallaga, azon bilan takbirda o'rtasiga, ro'zoyi juma kuni asrdan keyin vaqtda inson masalan mazlum bo'lgan vaqtga, ba'zi shunday bir holatlarga insonki duo qilsa, Alloh taolo duosini qabul qiladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.